Ko'pchilik menga savol berishibdi. Bu narsaga javob bermasam bo'lmasdi. Ko'pchilik ayollarimiz blogerlik qilasiz, lekin videolaringiz judayam xira deyishadi. To'g'ri, videolarim judayam xira, chunki 8 da ololmay, lekin to'xtash niyatim yo'q bu narsadan. Sizlarga ko'proq informatsiya, ko'proq narsalarni bo'lishkim keladi har doim odamlar bilan, o'zim bilgan narsalarni. Lekin sizlar bu degani videoga olishim kerak emas. Qo'limdan kelmaydi. Telefonim eski, gadjetlarim eski, qanaqadir svet kerak menga, boshqa narsa kerak deb bahona qiladigan bo'lsanglar, umuman ortda qolib ketasizlar. Pulni o'ylaysizlar, boshqa narsani o'ylaysizlar-da. Keyin shu bilan hamma narsa ortda qolib ketadi. 1 yil, 2 yil umringlarni yo'qotasizlar. O'sha vaqtgacha sizlar nimadirga erishgan bo'lardinglar. Qanchadir подписчикка erishgan bo'lardinglar. Shu narsa haqida ham o'ylab ko'ringlar har doim va sizlarga har doim men omad tilab qolaman.